Biz avtobusta barabız dostlar. Kütahyaga barabız. Buna bizde sıyırlar mında. Şoförün yardımcısı. Samolyotdagi chiqishda kirdik. Bu g'adiy avtobus edi. Turkiyada yeri turgan. Lekin g'adiy deb endi Mercedes avtobusi. Ana Mercedes Benz deb yozgan. Mangayini. Ko'rasizmi? Hayırlı yollar bizga. Sizga de dostlar. Hayırlı motor kunlar bo'lsin. Mana hozir Türk kahvesi içecekmiz. Şunday motor keng tegiz yo'llarda avtobus yertuvchi biz. O'zida kahve içip barani birovlardan da. Avtobus yana o'tirg'ichlar ortga kete, samolyotda kabi yiqilib borgan mumkin. Telefonlarni qirib zaryadkaga qo'yirga mumkin. Maxsus borsada passajirlarga o'ng'ayli bo'lsin uchun ishlangan. Kütahyaga barabızda devam etamiz dostlar. Mana tayinli kahve, kofe bilan sayladılar bizni Bulbulda borganda. Shunday pechenye, shunday kofe berdilar. Hali kofe berganda siraylar, shekarlanimi, shekarsiz nima, bollanimi, bolsiz nima deb. Men endi tayinli tomoq bo'laroq bollarni so'radim. Pechenye edi. Şimdi kofe. Şöyle etib rahatlanib yoluna devam ediyoruz. Kimlerdir telefondan silaşıp var, dağlarında. Onlar elbette bana sular verdiler bana hazır araganda. Onlar varsa da indi bilet kakırken varsa da servis. Biz haftanın ikinci rakte. Nasıl indi bana? Ankara'na çıkıp var o Ankara yanındağı mucizalar karadıylar bana bunda da. Kırılgan yurtlar, kottejlar. Mana bu Türkiye'nin Polatlı degani şehri. Polatlı. Birinchi topqir velosiped sayohatida shu shaharda ko'pchilik tekshirgandan so'ng velosipedni ustaxonaga, velosiped ustaxonasini masterskoyga olib kirib ko'pchilik yomab bergan edi. Boqiy ismli Qrim tatari yigiti. Shunda navigator bilan shu ustaxonani izlab topgan edim hali. Unda o'tib yurgan edim shu teshik ko'pchilik bilan velosipedni. Men hozir shu shaharning o'rtasidan avtobus bilan borgan nasib bo'ldi. Bigara ko'noqchi bo'ldilar bizning turistlarimiz. Tag'in sovuq bu yo'li şey olarga bo'ladi. Şeyning de suvug'i bor, sovqini bor. Şeyning de qaynari bor. Şurayda bu yo'li İştesizdir, ne istersiz deb so'raylar evet. Ya'ni bizde de var bit, ne istab olarga tilisiz, ya'ni ne olarga tilisiz degan ma'noda bizningcha. Yo'limizning o'rtasına jetdik endi mana. Hali eski shahar avtovokzalidan yana da o'tirdilar passajirlar, yo'lchilarimiz. Bu endi eski shahar. İsim eski olsa da yurtlarını ür yana, meşitleri de yana.
avtobusimizni ishdan ko'rsatgan edim, endi tishdan da ko'rsatayım do'stlar. Mana shunday yo'q. Ana shunday katta nomerlar hatto. Mana bunda endi bagaj qo'yarlar. Wi-Fi boshqa aytuvimcha ham telefonlarni zaryadkaga qo'yib bo'ladi. Mana bunda avtovokzal. Bedraf chista. Bedraf qog'ozlari da bor, ularni tushirib turmadim endi. Mana shulay oshiqmay g'ana yo'lda sayohat davom etadi. Sizga da xayrli yo'llar do'stlar. Şehir kapıları. Kütahyaga gelip gittik. Hoş geldik izli gazalanana. Hala ne jala tügül mene 11 graduskana uğramda. Şu anda Kütahya'ya gelmek Osman Bey'le görüştüm ben de. Bende de bayraklar. Arkadan araba çıkarken Süleyman Bey dedi. Hem indi şehirge kırı yolunda elbette Ben şu anda Kütahya'ya en zor bayrakta. Mene maşinatım alamasa düşeceğim. yarım saat 45 sürer. Otogarda bekleyeceğim. Şeyde Kütahya'da beklemeyeceğim. Bekle işte. Tamam. Tamam. Güzel. Gelip gittik.